Katarakta amaliyotida xirallashgan ko'z gavharini sun'iy tiniq bo'lgan ko'z gavhariga almashtirib qo'yiladi. Aynan shu sun'iy ko'z gavharlari qayerda va qaysi firma tomonidan ishlab chiqarilishidan qat'iy nazar 4 turda bo'ladi. Monofokal, multifokal, EDOF va torik linzalar. Monofokal linzalar faqatgina bitta masofa yoki uzoq yoki yaqinni tiniq ko'rsatish uchun mo'ljallangan. Biz bunda ikkalasini ham balansini ushlash uchun bitta ko'zni uzoqqa, bittasini yaqinga tiniq ko'radigan qilib beramiz. Eng byudjeti past bo'lgan va hozirgi kunda 80% amaliyotda qo'llaniladigan linzalar, ya'ni sun'iy ko'z gavharlari aynan shu monofokal linzalar hisoblanadi. Multifokal va EDOF linzalar. Multifokal linzalar bu yaqinni va uzoqni ko'rish uchun mo'ljallangan, lekin uzoqqa blik, ya'ni shullalanish kuchliroq hisoblanadi. EDOF linzalarda esa yaqinga, o'rta masofaga, uzoq masofaga ko'rish tiniq bo'ladi va bunda ham blik bo'ladi, lekin multifokaldan ko'ra ozroq. Torik linzalar shoh pardadagi astigmatizm, ya'ni qiyshiqlikni gavhardagi sun'iy gavhar hisobidan to'g'rilab ketish aynan shu sun'iy gavharlarga mos xislat hisoblanadi. Bu linzalar nimaga qarab belgilanadi? Bemorga individual yondashiladi. Uning ko'z o'lchamlari, gavhar o'lchami va shoh pardadagi o'lcham, ya'ni holatiga qarab turib, unga o'ziga mos bo'lgan sun'iy ko'z gavhar tanlanadi. Va albatta tanlash jarayonida oldiga bir nechta variant beriladi. Ularni byudjeti ham ularga aytib o'tiladi. Bemor esa o'ziga mos bo'lgan, o'ziga qulayini albatta o'zi hal qiladi.